$4800 5 tasi mana akalar, baraka bo'ldi. Bolalarim buni. Qo'ydan avval qo'ylar zo'r. Ha, sotda davom. 5 tasi $4800 ona bolalar. Namangan viloyati, Namangan shahar Toshlik chorva bozorini video obzor qilamiz akalar. Bittadan like bosib turasizlar. Hafta kunimizga 1-fevral akalar. 2026-yil. Birinchi partiyaga akalar qo'zi qo'chqorlaridan bo'ladi. Yo'llarimizni boshladik. Hammasi qo'zi qo'chqorlar akalar. Mana zo'rlaridan bo'lsa ideal variantlaridan. Soni sirop akalar. Qarasham qo'chqor qo'zilar. Qalaysiz? Yaxshimi? So'ngsiz? Yangilardan kelibdi, xudo xolasa. Hammasi qo'zi? Hammasi qo'zi. Necha puldan deyapsiz pullarni? 6,5 ot beramiz. 6,5 million not beriladi. Soni nechta? 31 ta. 31 ta ekan akalar soni mana. Kimga ma'qul kelsa bemalol aloqaga chiqaradigan yerlar, xudo xolasa akalar. Zo'rlar. Mana bularni qaranglar akalar. Zot yo'nalishiga ham ketaveradigan variantlardan. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Ha. Aytingchi? 91lik. 91lik 358 358 79 79 ga akalar aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa ishlaring bitadi. Qo'chqorni qo'zisini baqaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz akalar. Bemalol aloqaga chiqaringlar aytilgan nomerlarga. Dastlabkilar bor-a? Dastlabkilari bor akalar. Bemalol yetkazib berishadi. Akalar qo'chqorni zo'rlaridan xudo xolasa 2 dona. Mana zo'rini baqaman deganlarga, zot yo'nalishida qo'yga qo'shaman deganlarga ham tavsiya qilib qolamiz akalar. Mana yuzlari o'ta tiniq holatda akalar. Mana yuzlari holati zo'r. Yosh oyligi qanaqa dedik? 4 dan ekan akalar yosh oyligi. Bo'ylari 1 metr plyusa, 1 plyusda chiqadi akalar bo'ylari. Hamma yo'g'i kelishgan. Xo'lasa. Pulini nech pul deyapsiz? 25 million. 25 milliondan, ha? 25 milliondan narx aytilyapti ekan akalar. Telefon nomerni aytib qolsa boshqatdan. 88 lik 574 0005 05 a 0005 ga aloqaga chiqarasizlar akalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bo'ylari 1 metr plyusda edi. Navbatdagi qo'chqorlarimiz akalar. Nech pul deyapsiz aka bu qo'chqorlarni? 15 million bunisi, 14 million bunisi aytilyapti akalar. Bo'ylari 1 metr xohlasa chiqib qoladi akalar. Xohlasa zo'r. Savdosi bo'lyapti, sog'liq. Ya 100 ming yana ket. Tavak. Bunasini savdosi bo'lyapti aka? Nechta beryaptilar? 81. 8 million 100 ming savdosi bo'lyapti. Bo'g'oz. Mana hurmatli obunachilar, qo'ydi haqiqiy toza kashtanlaridan baqaman deganlarga 2 dona kashtani bo'g'oz variantida ekan. Ikkalasi ham bo'g'oz varianti, yaqin bo'g'ozlaridan. Qolsa quloqlari butun. 6 tish 4 tushagan hurmatli obunachilar. Bemalol aloqaga chiqaradigan yerlar. Pulini nech pul deyapsiz? 17 milliondan narx aytilyapti ekan. Qo'ylarimiz o'ta katta, yirik. Qo'chqor ekan hurmatli obunachilar. Yirik qo'chqor. Bir dona qo'chqor bor ekan. Qo'chqor birdan oshiq-a? Ha, birdan. Bir plyusda akalar bular. Xudo xolasa, bir plyus chiqadi.
Bunga necha pul deyapsiz? Bunga 24 milyon diyor. 24 milyon narx aytyaptilar deyapsiz. Kimga qiziq bo'lsa, buni yosh oyligi qanaqa? 6 yaş oldu. 6 tishga o'tgan ekan. Hurmatli obunachilar. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib turasizlar. Mana shunaqa zo'rlardan chiqarishda davom etadi. Qiziqqanlarga nomer berasizmi? Veremiz. Aytingchi. 94 lik. 94 lik. 266 266 02 66. 02 66 ga akalar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Ko'p beramiz. Dastlabkilarni qilib berasiz, kelishib qolsangiz. Dastlabki bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hurmatli obunachilar, 3 dona qo'zi sotiladi. Asrar. Qo'chqormi, sovuqmi aka bolalar? Qo'chqor. Qo'chqor ekan akalar hammasi. 3 dona. Simchun variantlari. Pulini necha pul deysiz uni? Pulini necha pul deysiz? 4,5 dan. Dastlabkasi bor-a Toshkentgacha. Qilib berasizmi kelishib qolsam? Dastlabki qilib bera olmaysiz. Dastlabki qilib berilmasa kerak akalar. Kelishib qolsalar o'zlari kelib tepasidan ko'tarasizlar. Mana zo'ridan baqaman deganlarga mana bunaqa variantlardan ham bor ekan akamizda. Ina bola. Ekazakmi bu? Ekazakchi ekan. Bitasini bolasi tiyashan ekan, bitasiniki arashan qo'zi ekan. Bular bo'g'oz variantlari. Bular akalar 5 dona bo'g'ozdan bor ekan. Mana. Bo'ylari necha chiqadi taxminan? 85 a? 85 bo'ylari bor akalar. Mana yuzlari tiniq hammasi. Va hammasi bo'g'oz 5 ta. Yosh oyligi qanaqa? 2 tish. Hammasi 2 tish ekan, hurmatli obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa, mana ishlari akalar. 2 tish. Zo'r. Bo'g'ozni zo'rini baqaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Nomer berasiz qiziqqanlarga. Aytingchi? 88 88 lik. 255 255 13 ga akalar aloqaga chiqaverasizlar. 5000 dollar. Bittadan savdosi. Solda endi mazza yarım soat kurdum xolos. 5 sangiz 5000 dollar dollar beramiz. savdosi bo'lyapti. 200 dollar qo'yamiz bor. Sizmizmi? endi kalla ishlarga Sizmizmi? pulim bor ekan, shuni elab Bulla men pulingiz beribman 200 dollar qo'yamiz. Beribman. Bering, men anaga bir sotmayman, boqaman. Haqiqat tozaroq qo'ylar akalar. Bollari bor yanida. Sizlar kelishib olmasangiz. Uchtasini olasiz. Bir kishi aralashmasa ish bitmaydi. Ishqingiz tushdimi? 50 dollar, 100 dollar pulni qo'lidan hech balo kelmaydi. Просто ishingiz bitsinga. Onaga 50 dollar bering, ko'ningiz ko'tarsang. Yo, 5000 dollar beraman, undan. Endi просто ishingiz bitsinga gapiryapti. Aytib ketadi. 50 dollar. 8 millionga barakasi bo'ldi. Qaysi biri? Yaqin bo'g'oz mana akalar, mashinasi. 8 millionga Sizdan bayoshdim, mana barakasi bo'ldi. Xudo xolasa bo'g'oz varianti. Bular hammasi bo'g'ozmi aka? Bo'g'oz bo'lalik aralash ekan akalar. Xudo xolasa. Soni seroq. 15 tacha bor. Xudo xolasa. Telefon nomerlari bor. Narxi necha puldan deysiz qolganlarni? bolalik 12 million. Bolaliklar 12 million. Bo'g'ozlar 9 milliondan kami bor. Dollar 200 bor. Mana akalar. Xolasa yaxshi variantlar. Bo'g'oz. Aka qiziqqanlarga nomer berib qo'ying. 93lik 401 401 30 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana qora kashdan bo'g'ozlardan qidirib yurgan akalarimizga ina bolalari ham bor. Xolasa zo'r aloqaga chiqaveringlar. Mana akalar haqiqiy o'qtumli yeri. Soni juda ham seroq xolasa. Sarig'idan deysizmi, oqidanmi, hamma turidanmi, qora kashdallaridan hammasi zo'r. Xolasa yoshlari qanaqa aka buni? 2 tish bosgani yo'q. Tish bosgani yo'q. 8 tasi ham 2 ta 3 ta xolos. 8 tasi ham 2 ta 3 ta xolos. Qolgani 2 tish 4 tish 6 tish qolgan. 2 tish, 4 tish, 6 tish hurmatli obunachilar. 3 ta 4 ta xolos.
4 kishi 6 kishilik ko'p. Mana qo'ylar qaranglar, daqiq zo'rlar. Hamma yo'qi kelishgan, quloqlari toza. Variantlar xolos akalar. Soni nechta? Soni 40 ta akalar. Hammasidan bor. Ikki saqchiyaga mana bo'lsa. Pulini nech puldan deymiz? Optimaga olaman deganlar. 6,5 million. 6,5 millionmi? Ha. Kelishtirib beramizmi hammasini og'onga? Dastlabkilari bo'ladimi? Dastlabkilar bo'ladi akalar. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Dastlabkilarga chiqib beramiz. Ko'proq odamga akalar dastlabkilari bilan bo'ladi. Narxida arzon bo'ladi. Aytilgan narxdan o'tib beriladi akalar. Xudo xolasa. Mana. Akalar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Dastlabgacha qayerga? Dastlabkasini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bo'ladimi? Bo'ladi. Nomimizdan chiqdi qilib beramiz Toshkentgacha. Bo'ldi. Bemalol akalar. Nomerni berib qo'yingchi. 93lik 755 5101 akalar aloqaga chiqarasizlar. Uyi bo'lsa bo'ldi, olib borib beramiz deyaptilar. Hammasini odamga dastlabkilaridan, pullaridan o'tib beriladi akalar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hurmatli obunachilar, yosh variantlaridan xudo xolasa bo'g'oz qidiruvchi akalarimizga tavsiya qilib qoladiganlar. Qora kashtanlaridan ham bor, sariqlaridan. Soni serob. Soni nechta? Soni 24 ta. 24 ta hurmatli obunachilar. Qo'ylar necha chiqadi taxminan? 80 ga boradimi? 80 ga borib qoladi. 80 ga borib qoladi bo'ylari akalar. Xudo xolasa. Yosh oyliklari ikkitadan 2 ta, 4 ta, 6 tagacha. 6 tagacha, ikkitadan 6 tagacha. Ko'pi 2 tadan. Ko'pi ikkitadan hurmatli obunachilar. Bunga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Puli nech puldan? Pul 5,5 milliondan. 5,5 dan xayri bo'ladimi? Yo, o'zi. 6 ta, 7 ta olaman deganlarga xayri bo'lar 5,5 dan. Ko'proq olsalari aytilgan narxdan o'tib beriladi. Dastlabkilar nima bo'ladi? Vodiy bo'ylab. Dastlabkilar vodiy bo'ylab. Toshkentgacha qilaylik. Toshkentgacha. Ko'proq olaman deganlarga Toshkentgacha. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Aytingchi nomer? 99lik 977 977 05 0510. Bemalol akalar aloqaga chiqarasizlar. Obunachilar, videolarni shu yerda yakunlaymiz. Bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib turasizlar. Mana shunaqa chiroyli videolar chiqaramiz akalar.